9-asr Muhammad al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi. 10-asr Abu Nasr Farobiy Aristotelning metafizika asariga eng mukammal sharh yozib, ikkinchi ustoz unvonini oldi. 11-asr Abu Rayhon Beruniy yer bilan oy o'rtasidagi masofani o'lchadi. Ibn Sino meditsina qomusi tib qonunlarini yaratdi. 14-asr sohibqiron Amir Temur Yevrosiyoning yarmini tasarrufiga oldi. Ahli ilm boshini silab o'lmas obidalar yaratdi. 15-asr Ulug'bek 1019 yulduzning harakat jadvalini tuzdi. Alisher Navoiy O'lmas Hamsa asarini yozdi. 16-asr Boburnoma olamga tarqaldi. 17-asr Shohjahon dunyodagi 7 mo'jizaning biri Toj Mahalni yaratdi. Va 20-asr O'zbek sovet olimlari misli ko'rilmagan ixtiro qildilar. Tarix xatosini tuzatib, o'tmishda biz yoppasiga savodsiz bo'lganimizni isbotlab berdilar. Tarix xatosi. O'tkir Hoshimov Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobidan.